Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'lanning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Samarqand. Shu kunlarda Sulton Abu Said Mirzaning xotirjamligi buzilgan edi. Herat amiri Obul Qosim Bobur Mirza uning xonlik saltanatini e'tirof qilgan, ochiq-oshkor holda dushmanlik harakatlari bilan shug'ullanmagan bo'lsa-mu, lekin u Balx amiri Husayn Boyqaro bilan Ostirdan til biriktirib, Samarqand taxtigohining yana bir da'vogiri marhum Xonzoda Abdullatif xonning ikkinchi o'g'li Muhammad Jogini isyon ko'tarishga, Samarqandga hujum qilishga hadab kuch kiritayotdi. Ayg'oqchilar orqali bu ahvollardan to'liq xabar topgan Abu Said Mirza o'z saltanatiga xavf bo'lib turgan bu raqiblarga qanday taqobil turish, qaysi bilan ittifoqlashib, qaysisini yo'qotish haqida bir qarorga kelinmay, boshqa tinchlikda qolgan edi. U avval Obul Qosim Bobur Mirzani nazardan saqit qildi. Chunki ayni yili Samarqand shahrini 40 kun muhosiraga ilib, hech bir natijaga erishamagan Obul Qosim Bobur Mirza Abu Said Mirzadan sulh talab qilgan, uning xonlik saltanatini e'tirof qilib itoat bildirgan, o'zaro dushmanlashmaslik, raqiblarga birlikda qarshi turish haqida sulh tuzishgan edi. Ta bugungacha Obul Qosim Bobur Mirza Samarqand taxtigohiga topshirishga tegishli o'lponlarni har yili vaqt qarorlarida topshirib, o'rdaga salomga kelib turibdi. Abu Said Mirza dastlabda yilda bir qatim Heratga berib turgan edi. Yaqinqi 2 yildan beri Afg'oniston, Siston qatorliq ellarga qilgan lashkariy yurish bilan bo'lib ketib, Heratga borolmagan Obul Qosim Bobur Mirza o'lponlarni avatib berib, Samarqandga kelib xonga ko'rinish qilmagan edi. Abu Said Mirza garchi uning sadoqatini gumonlansa-mu, lekin texchi eg'izga og'dak o'chqashkari harakatini sezmagan edi. Muhammad Jogi bo'lsa, puttasib turg'idek tuzuk ziminining tayini yo'q, lamagan holatda yuradi. Shu sababdan uning qo'lida Samarqandga boshlab kelib hujum qilg'idek tuzuk lashkari yo'q edi. Mana shu ikki taxt da'vogarini nazardan saqit qilgan Abu Said Mirza barliq diqqatini Balx amiri Husayn Boyqaroga qaratgan edi. Buyuk istilochi Amir Temurning ikkinchi o'g'li Umar Shayxning chavrasi hisoblangan Husayn Boyqaroning endi 20 yoshga kirganiga qaramay nom shuhrati taralishga boshlagan edi. U bir mazgil inisi Sulton Husayn Mirzaga navkar bo'lib, inisidan huquq, martaba talashmay, hokimiyat ishlariga sadoqatmandlik bilan qarshi berdi. Keyin inisi uningga Balx viloyatini berdi. U Balxga amir bo'lgandan keyin birinchi bo'lib yeniga lashkar jo'lashga kirishdi. Ammo inisi bilan faqat tirkashmadi. Inisining farmonlariga sadoqatmandlik bilan bo'ysundi. Lekin atrofidagi sultonlarning tasarrufiga bo'lib Mavara-un-Nahir hukmdori Abu Said Mirzaning tasarrufiga pat-pat tajovuz qilib, zaminini kengaytirishga kirishdi. 2 yilga yetmagan vaqt ichida Bestam, Damg'an qatorliq joylarni besib oldi. Ko'rgan daryosidan o'tib, u yerdagi o'zbeklarni tasarrufiga oldi. Uni ancha ko'zga ilib ketmagan Abu Said Mirza shaxsan o'zi lashkar tortmay, sarkardasi Mirza Muhammad Ali Baxshini 3000 lashkardan tarkib topgan ilg'or qo'shinga bosh qilib, qo'ldan ketgan ziminlarni qaytarib olishga avatdi. Husayn Boyqaro bu kuchlik yov oldida qilch tamtirab qolmadi. Aplik yer sharoiti, puxta jang tadbiri va yetilgan qilishvozlik mahoratiga tayinib, ozg'ina navkarlari bilan 3000 kishilik qo'shinni tunji jangdala butunlay mag'lub qildi. Ana shu g'alabasidan keyin yuragi texim yo'g'ongan Husayn Boyqaro bir tarafdan Herat amiri Obul Qosim Bobur Mirza bilan munosabatini yaxshilagan bo'lsa, yana bir tarafdan Xorazm, Qandahor viloyatlariga hujum qilishga tayyorlanayotdi. Shu sababdan Abu Said Mirza Husayn Boyqaroni taxt saltanati uchun kuchli tahdid hisoblab, uningga qarshi shaxsan lashkar tortishga tayyorlangan edi. Shundaqdimi, ko'ngli yana xotirjam emas edi. Chunki ayg'oqchilari uningga Muhammad Jogining Dasht Qipchoq hukmdori Obul Xayrxon huzuriga yordam so'rab ketganlik xabarini yetkazgan edi.
Ayni yili Samarqand taxtini egilib olgan bojisi Abdulla Mirzadan Obul Xayrixonning lashkari yordam bilan Mavara Unnahir saltanatini tortib olishga muvaffaq bo'lgan Abu Said Mirza keyingi yillarda hokimiyatini mustahkamlab, Obul Xayrixonning bo'yin turuqidan xiyil qutulgan bo'lsa-mu, kundan kunga qudrat tepayotgan bu qo'shnisining yanada chiroyiga qarashga, har qanday ishda uningdan ehtiyot qilishga majbur edi. Taxtda o'tirgan dastlabki yillarda pat-pat sovg'a salom avatib do'stligini, minnatdorligini bildirib turgan bo'lsa-mu, yaqinqi 2 yildan beri zamin tasarrufini kengaytirish bilan bo'lib ketib, bordi-keldisi suslab qolgan, sovg'a salomlarni avatmagan edi. Shu sababdan yuzsiz Obul Xayrixonni Muhammad Jugini yo'lamaydi, lashkari yordam bermaydi degil bo'lmaydi. Navada Obul Xayrixon Muhammad Jogiga yordam qo'lini sunadiganli bo'lsa, Obul Qosim Bobur Mirzaning uningdan darhol yuz o'rishi, kelishimni yirtib tashlashi ehtimolga yaqin edi. U chaqda Abu Said Mirzaning bir emas, 3 raqibga tang taqobil turishiga to'g'ri keladi. So'ng u Husayn Boyqaraga qarshi darhol lashkar tortish tatmaslik ishida bir qarorga kelinmay, ikkitayin bo'lib turib qolgan edi. Shu kunlarda Samarqand sarkar lashkarlari barliq lashkari tayyorliklarni bitkizib taq bo'lib turishgan bo'lib, ularga faqat Abu Said Mirzaning farmoni kam edi. Obul Xayrixonning niyat muddasini bilib beqish uchun dast qipchoq dalasiga oyg'oqchi avatgan Abu Said Mirza texchi aniq bir ma'lumot topshirib olmaganligi uchun sarkar lashkarlarga farmon berishga oldirmay yotdi. Bugun uning oyg'oqchilarning yo'liga qarab kun sanab vaqt o'tkazayotganiga bir oy bo'laydi qalay degan edi. Lekin oyga chaqqan, kiranmaydigan to'shki yo'q qobil oyg'oqchilardan texchilar xabar yo'q edi. Oyg'oqchilarga nima bo'lgandi? Oshkorinib qolganmidi ya? Yoki ilgari Obul Xayrixon muddasini o'rdasidagi amir-beglardan sir tutganmidi ya? Va yoki Xuroson tarafdan Muhammad Jogi haqida kelgan xabarlar yolg'onmidi? Navoda Muhammad Jogi Obul Xayrixonning dargohiga yordam talab qilib bormagan bo'lsa, oyg'oqchilar xabar olmay kutib yetishdimikin? Ilohim Muhammad Jogining test qipchoq chopgan etining oyog'i sunsin. Obul Xayrixonga dotlaydigan tili tutilsin. Obul Xayrixon degan bu la'nati to'limi tuturuqsiz. Osh ko'z bir nima. Az tolu payda menfaatini deb Muhammad Jogi degan ul bedrakka yordam qo'lini sunmay qolmaydi. Nemishqim yaqindan beri ul osh ko'zga pishkash yo'llamagandim men. Har qancha pishkash qilsam bekor. Necha yildan beri jug'ilgan xazinamni avatgan bo'lsam, yana yuz bo'lmaydi. Chunki osh ko'z odam degan noahli keladi. Ularga yuz bo'lmaydi. So'g'a avatmaymi yaxshi qilgan ekanman. Mayli. Muhammad Jogiga yordam qo'lini sunsin. Nimidan qo'rqatdim? Necha yildan beri menmi jim yotmadim. Yetkich xazina, oziq-tulik, lashkar jug'ladi. Xonzod Yunusxonni Mo'g'ulistonga, Enis Sulton Isanbog'a xon saltanatiga qarshi yo'lga solgandan beri Mo'g'uliston taxtigohining tahlikasidan xiyli orom tepib qolgan bo'lg'achqimi, xazina lashkardan chiqim topmadim. Faqat Husayn Boyqara degan siyriq tuk og'liga baxmay burtumga chalma tizishga urinib Allah xohlasa uning ishini tezla to'g'rilayman. Muhammad Jogi hozir nerdadir? Obul Qosim Bobur Mirzaning yanidamidi yoki Obul Xayrixonning dargohidamidi? Nemishqimi 2 yil avvalgi jangda Oksi Ahmad bilan qo'shib biraqli ujuqtirib etmagan bo'lg'aydim. Sarkarlarga to'xtamay qo'g'lashqa, tutqayadi o'ldirishga farmon bergan bo'lsam, balkim ol qoshqun badrakni tutib molar edi. Bugungi kunda men buncha tanglikda qolmas edi. Abu Said Mirzaning xiyolini Ko'ksaroyga shak chiqarmay pam bilan kirib kelgan Hudaychibekning ovozi uzib qo'ydi. Qiblagohimga ma'lum bo'lg'ay. Turkiston Amir Xonzod Yunusxon qabul qilishlarini talab qiladi. Kutilmagan bu ma'lumotdan Abu Said Mirza hayron qoldi. Quliqiga ishonmagandek Hudaychibekdan qaytalab so'radi. Nima deding? Kim ketdi?
Türkistan Əmirxanzad Yunusxan aliyləri, dedi Hüdəyçibək tilini çaynab. Qışqarmıған mehmanның kütmegəndə yetib gelişi Əbu Said Mirzani birdanla o'yg'isib qo'ydi. Xonzoda nima deb kelgandi? Biror xush xabar deb kelganmidi yoki? Əbu Said Mirza xiyolining oxirini yig'ishtirib Hüdəyçibəkka qaradi. Chaqqan boshlab kirsinlar. Yunusxon ayol o'tmay Ko'ksaroyda paydo bo'ldi. Yanada nökərbeşi bu yan qolumi bar edi. Yunusxonning chiroyini g'am, usti beshini chang bosgan bo'lib, turqidan na hukmdorga xos so'lab, na xonzodaga xos shavkatning iznosini topqili bo'lmaydi. Uning turqiga tezli nazar tashlagan Abu Said Mirzaning ko'ngliga qattiq gumon tushdi. Assalomu alaykum. Qudratli xon oliylariga ehtirom bo'lg'ay. Dedi Yunusxon taxtning oldiga kelib, beshini tuvan sog'inicha qo'l bog'lab. Va alaykum assalom, dedi Abu Said Mirza. Marhaba, oliylarning didorini ko'rganimdan to'liq xushalman. Abu Said Mirzaning Yunusxonga boshqacha hurmati bor edi. Shu daqiqada u Yunusxonning chiroy turqidan eg'ir kelishmaslik kelganligini, bo'libmi inisi Sultan Eson-Bo'g'axondan qattiq yengilganligini faraz qilgan bo'lsa-mu, xoqqonlarga xos surhayisini bir yonga qayirib qo'yib, taxtdan dast turdi. Bu uning Yunusxonga oldiga kelib o'zi bilan qo'l elishib ko'rishsi bo'ldiganlikdan bishorat bergani edi. Odatda bu xon sultonlarning eng yaqin kishilarga ko'rsatadigan oliy iltifoti edi. Abu Said Mirzaning o'rnidan turganligini ko'rib, Yunusxon yugurib degdek taxtning tuyiga bordi va ko'rishish uchun ikki qo'lini tangladi. Ammo Abu Said Mirza bo'lsa, quchqini kangri ichib, bag'rini tangladi-da, sal tamtirab qolgan Yunusxonni chin quchoqladi. Bu katta mehr shafqatdan qattiq hayajonlangan Yunusxon Abu Said Mirzani mahkam quchoqladi. Shu daqiqada u erib ketib boradi. Ko'z chanoqlari liq yoshga to'lgan edi. Ana shu yo'sinda ko'rishish oxirlashgandan keyin Abu Said Mirza Yunusxonni taxtning yenilgi kursida o'tirg'izdi. Hayajondan o'pkisi qozondek esilib ketgan Yunusxonning tili faqatli gapga kelmaydi. Chanoqidan etilib chiqay deb qolgan yoshlarni sindirib etishga tirishadi. Yunusxonning Mo'g'ulistonga inisi Eson-Bo'g'axonga qarshi lashkar tatqinidan Abu Said Mirzaning ham xabari bor edi. Ham bu lashkari yurishning g'albisiga cho'ng umid bog'lagan edi. Shu topda Yunusxonning bechora turqiga qarab, nima deyishini, qanday tasalli berishini, gapni na'dan boshlashni bilolmay turib qoldi. Oldilarida to'lim xijilman oliylari, dedi Yunusxon bir hazodan keyin zuvonga kelib. Bu qitimqi lashkari yurishda Qashqarda qattiq yengilib, butunlay mag'lub bo'ldim. Asli-baslimdan ayrildim. Hamma turqim mana mushu. O'zimning lashkarlarimni emas, oliylar ko'maklashishga bergan Samarqand lashkarlarim omon qolmadi. Bu ahvollarni boyli oldin ola mo'lchadlab qo'ygan Sulton Abu Said Mirza o'zini xiyilida tutib olgan edi. Ayni yili jannat makon qaynatam Mirza Ulug'bek hazratlari tuzkor o'g'li bo'lmish Xonzoda Abdullatif xondan yengilib Boqiga safar qilganda mening ahvolim sizning hozirgi ahvollaridan necha battar edi. Munofiq Amir Miranshah Turg'uning zindonidan qochib qutulganimda panohlangudek zimin, put qo'ygudek joy, bosh tiqib kirgudek to'shikmi topolmagan edim. Avval yaratgan Alloh egan, ondan qosmoni men turibdiman. Qilchilik mayslanmagaylar. Yog'i deganda yengish bo'lib turadi. G'alaba nusratdan qanoatlanib mag'rurlangulik, mag'lubiyatdan hasratlanib umidsizlangulik emas. Hech qisi yo'q. Ilkilarda kichikroq bo'lsa-mu Turkistondagi hududliq, Toshkentdagi shahar turibdi. Lashkar ana o'sha zimindagi avomning orasidan tepiladi. Kamligiga mening ilkimda bor. Lozim qilsa, sizlardan hargiz aymayman. Yunusxon yana bir qitim hayajonlandi.
Ammo uning vujudida g'alyon ko'targan bu qitim hayajonlanish qandaqdir söyünishdan emas, balki ochiq alamdan Turkiston Toshkentdagi bir qism amir beglarining qilgan yuzsizlik, tuzkorligi sababidan paydo bo'lgan ranjishdan bo'layotdi. Yunusxon Qashqardan qattiq yengilib qochqanicha Terak dovondan o'tganda, yanada amroqlikqa o'sha nökarbesi buyon qo'lida qolgan edi. U ana o'sha holatda Udul Toshkent shahriga kirdi. Ammo Toshkent hokimi Amir Sayx Jamoliddin uningga bir hukmdorga emas, qochqinga, hatto tilamchi soilga muomala qilgandek muomala qildi. Ko'ziga ilmadi, hurmatsizlik qildi. Öz vaqtida Abu Said Mirza Yunusxonni Shirozdan akeltirib, nurg'un arzu-umidlarni bildirib, Turkistonga yo'lga sag'inida Toshkent shahrini uningga rasmiy bermay, bir mezgil panohlanib turishga bergan va Toshkent hokimi Amir Sayx Jamoliddinni Yunusxonning har qanday buyrug'iga bo'ysunib, xizmatini qilishga farmon tushirgan edi. Shu sababdan Sayx Jamoliddin Sultan Abu Said Mirzani o'zining haqiqiy hukmdori hisoblab, Yunusxonni ancha ko'zga ilib ketmaydi. Yunusxon Toshkentda bir umr turmaydi, Mo'g'uliston saltanatini qo'lga osilib ketadi, Toshkent o'zimga o'ngchi qoladi deb o'ylaydi. U Yunusxonning Mo'g'uliston yurishida yengilib qolganini, yengilganda barliq sarkard lashkarlaridan ayrilib, oram birla navkar bilan qaytib kelganini ko'rib, birdanla judini tutdi. Oldiga ko'rish kelimi chiqmadi. Yunusxonning xonzodalik martabasiga hurmat qilmadi. Töven darajalik mahramlarga buyurib, Yunusxonni mahkama sirtidagi odatdagi bir qo'rg'oga joylashtirdi-da, ozg'ina oziq-tulik avatib berdi. Xizmatiga mulozimni bermadi. Bu uning Yunusxonni tursang o'sha yerda tur, bo'lmasa nani qolsang shu yerga ket degani edi. Uning bu adabsizligi, odamgarchiligi yot qiliqi Yunusxonga to'liq har keldi. Shuning bilan Shayx Jamoliddin bilan xo'shlashmayla Toshkentdan chiqib, Turkiston tarafga yo'l oldi. Biroq uning Turkistondagi ahvoli Toshkentdagidan ancha farqlanmadi. Onasi Dövlat Sultan Malika tog'isi Irazon borin xeyli burunli qazo qilib ketgan bo'lg'achqa, Yunusxon Turkiston beglariga ziyoda hurmat bildirib, ixtiyoriga qo'yayotgan, ularni o'z oldiga ish tutib ko'nib qolgan edi. Ular Abu Said Mirzadan iborat Xoqonning e'tiborlashiga, homiylik qilishiga erishgan, qo'lida tumanga yaqin lashkari bor Yunusxonni faqat o'zlarining hukmdori deb e'tirof qiladi. Oldiga vaqt qaralida salomga kelib, hurmatini bildiradi. Ammo boshqa ishlarni o'zi bilgancha bejiratdi. Ulus aymoqlarni o'z oldiga so'raydi. Ular sarkard lashkarlardan, shoni shavkatidan ayrilib qolgan Yunusxonni ko'ziga ilmadi. Yunusxonning oldida o'zlarini xizmatdordek emas, katta bek sultonlardek tutdi. Hatto shuncha vola lashkarlarni halokatga mubtalo qilganlik uchun Yunusxonni ayblashdan oyanmadi. Shu daqiqada Sultan Abu Said Mirza bilan Toshkent hokimi Shayx Jamoliddinning Turkiston beglarining o'ziga tutgan muomalasini chaqmoq tezligida ko'z oldiga keltirib, selishtirib chiqqan Yunusxonni ich-ichidan ochiq bir hasrat qopsab kelyotdi. Abu Said Mirza Yunusxonning zuvon surmay o'tirganini ko'rib, yana ko'ngil yasashga kirishdi. Ziyoda beorom bo'lmasa oliylari. Jon bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon deb ekan. Alloh xolisa toji taxtlarini hamon bir kuni qo'llariga olalaydilar. Yunusxon sukut qilib turishga oxir bardoshlik berolmadi. Abu Said Mirzaga Toshkent hokimi Shayx Jamoliddin bilan Turkiston beglarining qilgan yuzsizligini xuddi kichik bola dodisiga dotlab bergandek dotlab berdi. Endi sukut qilib o'tirish navbati Abu Said Mirzaga kelgan edi. Uning kallasida keskin ziddiyat boshlangan edi. U ilgari hech nima qilmagan, g'ayrib musofirdan farqi yo'q Yunusxondan voz kechmaydi. Uning Yunusxonga bunday vafodorlik ko'rsatishi qandaqdir Yunusxonning o'ziga boji keldiganligi uchun emas edi. Faqat Yunusxon uning tasarrufini, taxt saltanatini Mo'g'uliston hukmdori Sulton Isombug'a xonning tahdididan, tajovuzidan, parakandichilik selishidan to'sib qolalaydiganligiga u yelimi qattiq ishonadi. Yanada Yunusxon bo'sla qudratli qo'shnisi bo'lgan Mo'g'uliston tarafdan xotirjam bo'la oladi.
Şuna o her qancha bedel tölesinmi, Yunusxonni yana bir qitim yo'lash niyatiga allaqachon kelib bo'lgan edi. Shu topda uning beshini qotirayotgani Toshkent hokimi Shayx Jamoliddinning ishi edi. Gerçi Shayx Jamoliddin uning tasarrufidagi bir shaharning hokimi, qo'l ostidagi amir bo'lsa-mu, ammo Shayx Jamoliddinning Toshkentda ta'siri intayin cho'nqur edi. Mirza Ulug'bek davrida Toshkentga hokim bo'lgan Shayx Jamoliddinning ilkida uning uchun jon fidolik ko'rsatishga tayyorlik turgan necha minglagan xos navkari, shaxsiy xazinasida yetib oshqicha mol dunyosi bor edi. Abu Said Mirza Dest Qipchoq hukmdori Ubul Xayrxonning yordami bilan Samarqand taxtiga chiqqandan keyin Shayx Jamoliddin birinchi bo'lib nurg'un qimmatbaho sovg'a salomlarni olib kelib, uni tabriklagan, xonlik saltanatini e'tirof qilgan edi. Shu sababdan Abu Said Mirza uning Toshkent shahrining hokimlik martabasiga tegmagan, hatto yorliq tushirib, ordisida bosh vazirlikka teng keladigan amal martaba dastiga in'om qilgan, a'tiborli amirlar qatorida muomala qilib, o'ziga yaqin tutib kelgan edi. Mundaqcha aytganda, Abu Said Mirza Shayx Jamoliddindan xeyli ehtiyot qiladi. Ordisiga salom kelsa, o'rnidan turib salomini ilik oladi. Şuna o hazır Yunusxonga yaxshi muomala qilmaganlik gunohi uchun Shayx Jamoliddinni aybleyolmaydi. Bo'libmi Husayn Boyqara bilan Muhammad Jo'giyning oshkora Ubul Qosim Bobur Mirzaning yo'shirin tahdidiga uchrayotgan mushundaq jiddiy paytda Shayx Jamoliddinning ko'nglini og'ritib, yana bir dushman ko'paytib olishni hargiz xohlamaydi. Uningcha Turkiston beglarining ishi oson edi. Yunusxon qaytadan bosh ko'tarib atrofiga bir necha ming lashkar jo'g'liy olsa, xonzodalik martabasi, hukmdorlik surhaybisi bilan Turkistonga borsa, u yuzsiz amirlar yana uning atrofiga jo'g'lashadi. Uning hukmronligini e'tirof qilishadi. Biroq hozir bir tarafdan Husayn Boyqaraga qarshi lashkar tortish, yana bir tarafdan Muhammad Jo'giyning tuyuqsiz hujumidan mudofaa ko'rish uchun tayyorlanayotgan mushundaq paytda Abu Said Mirza Yunusxonga bir necha ming emas, bir necha yuz lashkarni berolmaydi. Mush sababdan Abu Said Mirzaning tili tutilib, besh qetib qolgan edi. Qanday qilsam bo'lar? Yunusxonni yenib ep qolsam hargiz bo'lmaydi. Avval bundan inisi Istanbulga xabar topsa, Farg'onaga, Andijon shahriga yana lashkar tortib keladi. O chog'da men to'rt tarafdan tangli kelgan dushmanlarimga tang kelib bo'lolmayman. Uni Toshkentga avatishning endi o'rni qolmadi. Shu turqida u mendan katta umid kutib turibdi. Umidlantirsam hargiz bo'lmaydi. Mo'g'ulistonga yaqinroq, chegaraga yaqin kichikroq bir yurtni vaqtliq panohgoh qilib desam qanday bo'lar? Yunusxon shu yerda turib chechilib ketgan qavmini yig'sa, atrofiga qaytadan lashkar to'plasa, ishqilib Yunusxon Mo'g'ulistonga yaqin bir yurtda Isanbulxonning ko'ziga qadalgan mix bo'lib tursa, Isanbulxon bu tarafga oldirab lashkar tortishga petinolmaydi. Uningcha men Husayn Boyqara tahlikasini tinchtarman. Shunday qilay. Qoldi ishlarga keyin boshqa turarman. Uningcha Yunusxonga jim yotmas. Mushlarni xiyoldan o'tkazgan Abu Said Mirza xiyli yengillab qoldi. Yunusxonga Toshkent hokimi Shayx Jamoliddinni yetkicha ayblab berdi. Hatto og'zini bosib tilladi. Ondan o'zining Husayn Boyqaraga qarshi lashkar tortishga hozirlanayotganligini, Muhammad Jo'giyning taxt da'vos qilib Ubul Xayrxon ordisiga yordam talab qilib ketganligini, Ubul Qosim Bobur Mirzaning sadoqatidan gumonlanganligini bayon qildi. Mening hozirgi ahvolim shu, dedi Abu Said Mirza gapini davomlashtirib. Aslida oliylarga bir tuman lashkar berib, Turkistonga yo'lga solgan bo'lsam, Shayx Jamoliddinning amirlik martabasini ib tashlab, yosoqqa tortgan bo'lsam yaxshi bo'ladi. Ota bobolarimiz yo'lvasni yengan botir emas, ochiqni yengan botir debdikan. Hozircha bu dard isallarni ichimizga singdirib atgash turaydi. Shayx Jamoliddindan oladigan hisob nesiga qog'oz tursin. Navoda kichik ko'mislar Farg'ona vodisidagi Andijonga tava 7 kentda turib, chechilib ketgan jamoatlarni yiqaydi.
Әмді avamga ләшкәр алваны селіп тәйярлық көргейді. Мен bu taraflik işlarını bir yaxlık болғандан keyin қалды işlarını məsləhətlәsək qandaq deydilar. Tolu obdan, alilərinin çəksiz himmetiga təsəmma. Dedi Yunus xan dəs o'rnidan turib, ko'rsatgan bu himmatlarga cho'qim javob qaytarman. Hergiz undaq demişsinlar. Sılı biz qeyrindaşmız. Misali bir daraxtning ikki tal shexi emas, o'sha daraxtning shexida mevalagan bir tal olmaning ikki tarafidurmiz. Allah nisib qilgan har na farog'atni tang ko'gaymiz. Abu Said Mirza yetti kentni Yunus xonga berganligi bu tavadagi barliq fuqarolarning Yunus xonga shartsiz bo'ysunishi kerakligi haqida yorliq tushirdi. Ondan Andijon amiriga Yunus xonga laskari va moddiy jihatdan yordamda bo'lish to'g'riliq ayrim yorliq yo'lladi. Bu oliy dargohga ikki qo'limni ko'tarib kelib qoldim, dedi Yunus xon hijolatini bildirib. Oliylarga so'g'ib pishkash qilg'idek hech nimam yo'q. Navoda maqbul ko'zlar, Bunu Bahadır nökürümünü soğuk qılay. Özlerine olan qılıp ağayla. Yunus xan gepini tügütüp, nöker beşi bu yan qoluğa. Yolda kәgіce Yunus xan bu işini bu yan qolu bilen məsləhətləşib, onun razılıqını elib ağan idi. Şuna bu yan qolu dəs orundan turub, Sultan Abu Said Mirza'ga çoğunqur salam verdi. Qudretlik panahgahimiz qobul qısa, barlığını atab xizmetini qilishqa razımı. Şu daqiqada Abu Said Mirza'nın Yunus xanni bu birdan-bir nökirdan ayırıb etkisi yo'q edi. Qabul qilmay desa, Yunus xanning sovuqdimni yaratmadi deb g'ururiga tegib qo'yishdan ansirdi. Chiroyiga zo'rlab kulki yugurtdi. Qabul qilmamdigan bir emas ming nökarga tang qilib qabul qilaman. Turqidan haqiqiy shir yurak azmatlik chiqib turdi. Oliylarning qattiq sovuqsiga ko'pdan ko'p rahmat. Әтісі, Yunus xan Abu Said Mirza yolluk tutqan 10 tögülük soğat, 100 atlıq nöker bilen 7 kentki qarab yolga çıqdı. Yunus xanni ordu darvazasıgacha uzitib qo'yib qaytib kirgan Sultan Abu Said Mirza Ko'ksarayning oldidagi qiyri chinarning tubida ichi-ichidan buqildab yig'layotgan bu yanquli bilan to'qirishib qoldi. Bu yanquli xonni ko'rib darhol yig'isini to'xtatdi-da, ko'z yoshlarini surtib qaddini rusladi. Nimaga yig'laysan yigit? Ko'z yoshi Bahodir azmatga yarashmaydi, dedi Abu Said Mirza. Pasibonimdan ayrilish azobiga bardoshlik berolmadim, dedi bu yanquli rost gapni qilib. Shuncha yildan beri ul pasibonimdan bir qadam ayrilib boqmagan ekanman. Janob Qibligohim rost gapni qilsam, Moğoliston lashkarlari pasibonimizni Kuyimjon ikki og'itchisidan, suyimlik ikki farzandidan ayirib etgani bilan ikkimizni faqat ayirib yetarmagan edi. Hatto jinimizni olqinimizga elib qochgan chig'imizdimi? Har xatarlik tog'da valladimi? Amna bas bo'lgan edik. Abu Said Mirza bayon qo'lining gapini bo'ldi. Nima dedim? Yunus xan oliylar bola chaqalaridan ayrilib qoldimi? Şundaq ana hazırdım. Ularning o'lik tirikligidan hech xabar yo'q. Pasibonim numus qilib bu ahvolni silida yo'shirdi. Abu Said Mirzaning qo'shimlari tulib ketdi. Vujudini estasliq, ichag'ritish, afsuslanish tuyg'ulari chirmab oldi. Allah ularni panohida saqlag'ay. Yunus xan oliylar bilan sog'-salomat ko'rishga nasib qilg'ay. Aytqanlar kelgay ilohim. Sultan Abu Said Mirza bu yanqulining sadoqatmanligi, vafodorligidan qattiq ta'sirlandi. Bu yigitning chinordek bastiga, qorlig'ash qanotidek qop-qora burutlari qo'yni yarasqan chiroyiga so'xmanlik bilan nazar tashladi. Yunus xon haqiqatan talaylik ekan. Mushundaq vafodor, bahodir nökarga erishmak oson emas. Men shuncha katta bir elning sultoni turib, ilkimda yuzlagan sarkardilarim Tömenligen leşkerlerim bolsun. Birimi bununçilik sadoqatman emas. Onu yenimde ep qalsam, o Yunus xan ko'rsatgan sadoqatmanligini, bahodirligini menga ko'rsatdi. Arqamdan yuzlagan nökarni agashtirib bilan birimi ishonchlik emas. Mushundaq bir har qancha yenimde bo'lsa,
bexatarligimdan, hayotımdan voyimga ketmaydi. Yunusxon haqiqatan menga bebaho sovg'a taqdim qilgan ekan. Nihoyatim afsus. Uning jismi yenimda bo'lgani bilan, ko'ngli hargizmi menda emas. Shu taqda uning bu Yunusxon mendimi bak ehtiyojliq. Vafo ahlining yenidagi odammi vafodor keladi ekan desa. Abu Said Mirzo tortinib turgan yigitning ko'ziga qarab turib so'radi. Posboning bilan birga ketgan bormi? Bu yanqulining ko'zida ojiz bir umid alangidi. Chiroyida sus bir xushallik yo'q etib jilvalandi. Men hozir on hazratimning qulidurman. Gapni agitmay ko'nglingdagini bildir. Bu yanquli qat'iylik bilan javob berdi. Posboning hamroh bo'lg'in bor. Shu topda uning hech nimasi qolmadi. Yigitning oxirgi javobini anglab, Abu Said Mirzoning yuragi pishshidi qilib ketdi. Shu topda u jahonda tangdoshsiz bir go'harni qo'lidan chiqarib etkisi kelmagandek tuyg'uga kelib qolgan edi. U oxiri qiyonmaslik tuyg'ularini yengdi. Bo'pti, og'il. Posboningning kaynidan qo'g'lab yetdi. Bu yanquli ishonmagandek qilib Abu Said Mirzoning ko'ziga qaradi. Sana ijozat berdim yigit, dedi Abu Said Mirzo yuragi echishgan holda. Berib posboningga ayt. Men uning sovg'asini qaytarib etmadim. Balkim ilkimdagi katta bir bahodirni uningga sovg'a qildim. Yunusxon oliylarni har qachon hayoting bilan qo'g'da. On hazratimning mehr shafqatiga tasanno. Bu yanquli xonga cho'nqir bir salom berib etib, shaqqida kayniga o'rildi. Amdil 2 qadam chomdishiga Abu Said Mirzo uni yana to'xtatib oldi. To'xta. Bu yanqulining yuragi qartib ketdi. Joyida shipqida to'xtadi. Mushundoq qilmoqchimisan? Xonning maqsadini tushunmagan yigit nima deyishini bilmay, ikki yeniga talmirdi. Uning saddaqiligidan Abu Said Mirzo xirildab kulib etdi. Piyoda qandoq yetishalaysan? Aras, shu topda sana qanot chiqdi. Ammo qanoting bo'lsin, posibonga yetishib olishing tez. Yana bir tarafdan bundoq soyoq holatda piyoda bo'lsang, Yunusxon oliylar seni qechib kelgan o'xshaydi deb qoladi. Abu Said Mirzo 10 qadam nerida turgan o'rdi ishqog'isiga qaradi. Onun yüz nöker bilen bir at tayyorlab bersinlar. Atni mening xos atxonamdan tanlasınlar. Nökerlarga farmonimni yetkizsinlar. Ular bu bahodir azmatning itoatidan chiqmasin. Uni o'z xo'jasi deb bilsin. Sarkashlik qilganlar o'limga mahkum. Balki jaddi jamoatigacha. Abu Said Mirzo endi bu yanquliga yuzlandi. Ol yüz yigitni o'zining xos nökeri deb bil. Yunusxon oliylarini avval Alloh egamga, ondan qolsa sana topshirdim. Birer kelishmaslik bo'lib qolsa, kallang bilan javob bersin. Farmon berdorman. Sultan Abu Said Mirzo bu yanquliga qiyonmaslik nazar bilan qarab qo'yib, Ko'ksaroyga qarab mangdi. Yuragini olamcha xushallik chulg'ib olgan bu yanquli Yunusxonga yetishib olish uchun qanot yasab qushqidek bo'lib ketgan edi. Yettikent kashkuz. Dal daraxtlarning tilla rangga kirgan yo'pirmoqlari to'kilishga boshlagan. O'rik, ujma, gilos daraxtlari allaqachon yalang'ochlanib qolgan. Qovun, uzum, olma, amut va ashshabtulla dasturxonning to'riga tiziladigan esil noz-ne'matlarga aylanib qolgan edi. Yettikentga kelgan 2 oyga yaqin vaqtdan beri Yunusxon birdammi orom olmadi. Avval yerlik to'ribaglarni saroyga yig'ib, oddiygina choy berdi. Ondan ko'ngil izlab mehmondorchilikqa chaqirganlarning uylariga bag'ash, oddiy xalq bilan ot-ot uchrashib turdi. Da'vo dasturlariga loyiqada odillik bilan hukm chiqardi. Uning chiqishqoq, kibrdan xoli oddiy sodda qo'y mijozi oq ko'ngil tuz yettikentliklarni o'ziga rom qilib olgan edi. Shu sababdan u Yunusxonning lashkar qabul qilish farmoni hech qanday qarshilikka uchirmadi.
Yigitler öz ixtiyorligi bilan kelib, onunğa lashkar bo'ldi. Mana bir oyga yetmagan vaqt ichida to'plangan 1000 nafar yigitni bu yanquli astoydil mashqlantirib, ularga sap tuzish, hujumga o'tish, qilishvozlik, nayzivozlik, komandozlik, chavandozlik qatorliq mahoratlarni o'rgatib o'tdi. Yettikentdagi saroyning orqa o'ylasidagi bog'dan yolg'iz xiyol surib ketib qolgan Yunusxonning ko'ngli to'limi yerim edi. U o'zini o'sha g'ozonlari to'kilishga boshlagan daraxtlardek to'limi g'erib, bechora sezatdi. Vujudini chirmab olgan g'am andishalardan, ochiq, hasratlik, pushaymonlik aslimalardan birdan xoli bo'lolmaydi. O'ltiris qopsa, Asiyada Qashqarda qilib qolgan xotin bolalarda qolgan edi. Ularni aşı mag'lubiyatlik lashkari yurishga birlayib bağlıq uchun o'zini ayblaydi, pushaymon qiladi. Ularning taqdiridan voyim yetdi. Saroyning o'ylasidagi bu bog' haramga tutishabdi. Biroq haram qup-quruq va ayni jangalga o'xshash o'ldab turardi. U Yettikentga kelgandan beri haramga oyoq besib boqmadi. Xizmatkor mulozimlarning turishig'imi tozalab, serib supurishig'ini ruxsat qilmadi. O'zi 2 oydan beri saroyda yetib qolib o'tadi. U Yettikentga kelibla xotin bolalarining terkin qilish uchun Qashqarga oyg'oqchiman qo'zg'an edi. Uning hisobicha kechikkandimi chaparmanlar bugun erta hech bo'lmaganda mushat ichida xabar elib kelishi kerak edi. Yunusxon to'xtamay barmoqlarini bukib hisob chiqaradi. Vujudini turib umidli xiyollar chirmab olsa, turib vahimalik, mudhish qiyoslar asir oladi. U eng qo'rqinchli ahvollarga ko'nglida tayyorlik ko'rib qo'ygan edi. Ammo yuragining bir yerlarida ojiz bir umid shami hildirlaydi. Eson bo'g'axon har qancha noinsof, xunxo'r bo'lib ketgan taqdirdimi? Ojiz xotin bolalarimning jiniga zomin bo'lmas. Qeyri Amir Saydali olib buningga qarab turmas. Eson bo'g'axonni paylidan yondirar. Rost, ayollar bilan bolalarda nima gunoh? Garchi men toj taxt da'vos qilib, lashkar tortib borganim bilan uning saltanatiga qilchilik ziyon yetkazmadim. Tasarrufidimmi, olqanchilik siminini egilib olganim yo'q. Eson bo'g'axon har qancha qora yurak bo'lib ketgan taqdirdimi, qarindoshlik mehrini unutib ketmas. Kichik vaqtimizdagi ijil inoq o'tgan og'i inliqning yuz xotirasini qila. Ta'tir balak, vafosiz dunyo. Manga yana ko'rsatadigan qandoq azob uqubatlarim borkin. Eson bo'g'axon suyimlik og'achilarimni o'ldirmagan, zindonga solmagan taqdirdimi, nazarband qilmay qolmaydi. Ashular orqali mening yana lashkar tortib kelishimning oldini oladi. Mayli, avval ularning hayotligidan bir nishoni olay. Qolgan ishlarga ondan boshqa turarman. Hech bo'lmaganda taxt saltanat da'vosidan voz kechib, oldiga bo'yin egib borarman. Ashu jigar porilarimsiz. Menga har qanday taxt saltanatning keragi yo'q. Bola chaqalarim bilan tinish, xotirjam yasholni bo'ldi. Yunusxon bir taldan shirildab to'kilayotgan yopirmoqlarga qarab uzoqcha turib qoldi. O'zini yopirmoqlari to'kilishga boshlagan osha daraxtga o'xshatdi. Hamma nimasidan ayrilib, yalang'ochlanib ketib qolgandek sezatdi. U chegish xiyollarining oxirini davomlashtirishni xohlamadi. Bu xiyollar bekmi azobli edi. Yuragini nastar sanjigandek azoblaydi. Lekin bir azobli xiyoldan qutulishga tirishsa, yana bir andishli xiyollar vujudini g'am kalkunlarga g'arq qiladi. Qaynotalarim Shirojibey bilan Sulton Muhammad xonlardan hech xabar yo'q. Ular qizlarimizni Qashqarda tashlab qo'yib, o'z jining bilan bo'libsan deb mendan ranjib qoldi ehtimol. Shunmi ularning oldiga berishga yuzim chidamay,
Sultan Әбу Said Mirza'nın dergahıga bargan idi. Hatun balalarımni tutqunluqdan qutuldıramısam, ular nemi dep cevap qılarman? Şirazi Beyqo esil, mert adam. Ahvalımni to'g'ri tushunadi. Lekin nasabini Buyuk İskender Faylaqusqa bog'lab, o'zini bekmi katta chog'laydigan Badaxshan hukmdori Sultan Muhammad Xon meni hargizmi kechirmaydi. Balkim dushmanlik nazari bilan qarashdan yanmaydi. Jahonning tomoshalari qiziq bo'ladi ekan. Sultan Әбу Said Mirza'nın qayta homiylik qilishiga erishganimdan xabar tepishgan yüzsüz Türkistan beyleri, yani yüzünü taptak qilishib nomi avatishdi. Türkistanga taklif qilishdi. Chechilib ketgan qavm jamoatlarimiz jam bo'lganmish. Farmon bersamlar ayol qilmay yetganga kelarmish. Deyə bir necha oyning oldida ular menga biror ot emas, bir to'g'ram non berishga yarmagan edi. Bo'pti. Ular jo'g'lashqach tursin. Avval balachaqlarimning xabarini olay. Qoldi ishlarning ahvoli qarab o'ylasharman. Orqa tarafdan kelgan shapidan cho'chigan Yunusxon xiyollarini yig'ishtirib, darhol diqqatini yig'di. Suyimlik navkari bo'yan qo'li yugurib tegdak kelyapti. U xelidan beri to'xtamay yugurgan bo'lsa kerak, Yunusxonning oldiga kelib, demini ololmay hastirdi. Üstü besidan yomg'irdak ter to'kiladi. Ko'zlarida bo'lsa olamcha xushallik bo'lib ketdi. Xush xabar olinglar. Och oyimlar qaytib keldi. Yunusxonning qo'liqiga bo'yan qo'lining keyingi gaplari kirmadi. Yuragi hayajondan to'kildab ketdi. Nima deydi bu? Cho'ylayapam deya. Och oyimlar keldi deydi. Qaysi och oyimlar kelgandi? Suyimlik rafiqalarim, jigar poralarim. Hayajondan lavlari titragan Yunusxon bo'yan qo'lining ko'ziga tikildi. Nima deding? Xonish Eson Davlatxonim bilan Xonish Shohbegim keldi. Xon oliylari, tex 2 malikimi bor. Ular sog'-salomat ekan. Yunusxonning ko'ziga mo'lladi yosh keldi. Tomir-tomirlarda olamcha bir xushallik qiyom yasadi. Bog'dagi to'kilib ketgan yo'pirmoqlar qaytadan yalang'ochlangan shoxlarga qo'ndi. To'zg'an gullar qaytadan g'o'nchalab barq urdi. Navokash qushlar uni tabriklab vichirlashga boshladi. Yetkanda bahor bo'lgan edi. Hayajonini bosolmagan Yunusxon buyon qo'lini bag'riga bosdi, ko'zlariga so'ydi. Xush xabar yetkazgan tillaringdan qizil gul unib chiqsin. Suyunchang nesi qoldi Bahodir? Ayta, ul jigar poralarim hozir nerede? Saroyda oliylari, xizmatkorlar nega ketganliklarini deb berolmadi. Silni izlayotganga bir osh pishim bo'ldi. Boqqa qarab yiqishni xiyolimga keltirmabdiman. Buyon qo'lining gaplari oxirlashganda Yunusxon allaqachon bog'ning u chetiga berib bo'lgan edi. Yolg'iz qolganligini sezgan buyon qo'li darhol Yunusxonning kaynidan yugurdi. Saray Yunusxonning ko'ziga gullarga purkangandek ko'rindi. Sarayning ichi-teshi ikki xonishning kenezak xizmatkorlari bilan to'lib ketgan edi. Ikki xonish Yunusxonni ko'rish bilan unchayginicha buqildab yig'lab etdi. Yunusxon avval Eson Davlatxonimni, ondan Shohbegimni bag'riga bosdi. Orqadan putiga esilgan ikki qizini dast ko'tarib oldi-da, olmadak mang'izlarga qonmay so'ydi. Har qancha qilibmi chanoqlardan etilib chiqqan xushallik yoshlarini yoshiramadi. On hazratimga ehtirom bo'lg'ay. Kenizak xizmatkorlar qo'l bog'lig'inicha Yunusxonga salom berdi. Hormag'aysizlar, hammalarga ijozat. Yunusxon xizmatkorlarning saroydan chiqib ketishiga ijozat bergandan keyin bir chetda qo'l bog'lab turgan saroy begiga qaradi. Haramni supurib tozalaydigan payt endi keldi, janobi bey. Xizmatkorlarning qo'l putlari chaqqan bo'lsin. Bekovul bey dasturxon rasulsin.
Мәхрәм xizmatkorlar bir-birlab saroydan chiqib ketishdi. Oila tavobatlari bilan yolg'iz qolgan Yunusxon ikki og'chisiga qaytadan nazar tashladi. Ular ilgirgidek shundoq esil, so'latli kiyinib olishgan edi. Har ikkilisining qursiqi xuddi baslashgandek obdonli yo'g'inab, zarkashdilik nimchalarga patmay qolgan edi. Yunusxonning oyog'ini texchilib esilmagan edi. Dasturxon tayyor bo'ldi, oliylari, dedi Bekavulbek. Yunusxon og'achilarni bog'dagi so'rinxonaga rastlangan shahona dasturxonga boshlab chiqdi. Ikki qizini tizida, ikki og'achisini ikki yanida o'ltirg'izdi. Ikkilarini japa tatqizib qo'ydi, dedi u ikki og'achisiga tekshi qarab. Yunusxonning bu so'zlarda og'achilardan ahvol so'rashmi, apu so'rashmi va ularning qandoq bo'lib Qashqardan yetganga kelib qolganligini bilish istikimi bor edi. Yo'qsa, hargiz undaq demaslar hazratim, dedi ikki og'achi tangla. Sog' salomat jam bo'la olganligimiz uchun Alloh egamga shukr qilamiz. Sizlarni janggohda amalsiz tashlab qo'yganimdan to'limi xijilman. Min qatli shukri, Parvardigor omon esanlik beribdi. Yunusxon ikki xotinining chiroyiga pat-pat qarab qo'yib, og'zining uchiga kelgan gapni yutibdi. Shu topda ulardan inisi Sulton Eson-Bug'axonning qo'lidan qandoq qutulib chiqqanligini bekmi so'rab bilgisi bor edi. Eson Davlatxonim Yunusxonning bu xiyolini darhol his qildi. Avval yaratgan egamning himmatiga, ondan qolsa Sulton Eson-Bug'axon oliylarining insofiga rahmat, dedi u beshini sal egib. Yana texi Amir Saydali olib hazratlarimi bor, deb gapga lo'qma soldi Shohbegim. Ol Amirning og'chisi bo'lmish hammalari Malika Uz Sulton xonimi qo'ymi esilmaz mumkin. Bizni o'z qizidan chora ko'rib, beshida elib ko'tirgidek qilib ko'nglimizni izdadi. O'zlariga ko'pdan ko'p duoy salom yo'lladik. Amir Saydali olibning cho'ng amirzodasi Soniz Mirzo bizni navkarlari bilan Turkiston tavasiga qo'riqtab akilib qo'ydi. Sulton Eson-Bug'axon oliylar ashundoq farmon berdi. Yonashimizda Sulton Eson-Bug'axon oliylari nurg'un sovg'atlarni yo'lliq tutdi. Ikki og'acha xuddi baslashgandek bo'lingan ahvollarni, sarguzashtlarini bayon qildi. Ular har bir ig'iz so'zlarda Sulton Eson-Bug'axon bilan Amir Saydali olibni alohida tilga oldi. Shu daqiqada ular Yunusxonning inisining ismini har qitim anglag'inida yuragining etishayotganligini, ko'nglining beorom bo'layotganligini bilmaydi. Yunusxon o'zini har qancha zo'rlab baqsmi, nimishqidu inisi Eson-Bug'axondan minnatdor bo'lg'isi kelmayotdi. Uning inisining ismini anglag'isi bo'libmi so'yimli xotinlarning og'zidan anglag'isi yo'q edi. Bu ikkisi nimancha maqtaydi uni. Amdilikda men insofsiz, tuzkor, Eson-Bug'axon bo'lsa mard, kang qo'saq odam bo'lib qoldi-ku ajab. Xotinlarning gaplarini lomjin demay tinglab o'ltirgan Yunusxonning ko'z oldidan untilishga boshlagan bolaligi g'ilbol o'tishga boshladi. U turpanning qor lapildab yig'ayotgan qish fasli edi. Qaysidir bir o'rda amiri savdogarlardan setib olgan o'qiya bilan sadoqni Sulton Uvaysxonga yaxshi ko'rinish uchunmi aytaverib madrasadan inisi Eson-Bug'axonni agashtirib yongan Yunusxonga taqdim qildi. Bolalarga loyiq qilib yasalgan o'qiya bakmi esil edi. Bo'libmi yuzligiga gul kashlangan, ostiga cho'chi tutilgan sadoqdan ko'zni qamashtiradi. Sadoqdanda dastasiga qushpiya qadalgan liq o'q bor edi. Rahmat amir janoblari. Yunusxon sadoqdanni bo'yniga esib, o'qiyaga bolalarcha zo'q havas bilan qarab ketdi va sinab beqish uchun yog'i o'qsamay kirachini tatib baqdi. Yiliq amir bir chatda o'ziga musoviq berishni tama qilib turgan Eson-Bug'axonga qarabmi qo'ymay, xushalliqidan og'zi yumilmay qolgan Yunusxonga kirishni qandoq tortish,
o'qni qandoq betlash haqida bir hazavaloqlagandan keyin pot yaqinda o'g'i chiqadiganligini, cho'ng xonzoda xolisa xon oliylardan ijozat elib, billa elib chiqadiganligini bildirdi. Xon otamdan ijozat olasizlar, o'g'i chiqishni albatta xohlayman, dedi Yunusxon bir chetda turgan bek atkasiga qarab qo'yib. Bo'ladi. Xonzodamning orzusi shu bo'lsa, qibligahimizdan ijozat olay. Vaqti kelganda atganlarga xabar beraman. Hiliqi Amir Yunusxon bilan xo'shlashib ketib qoldi. Sovg'at elishdan umidi uzilgan Isanbug'axon bir bas do'msiyib turgandan keyin yugurib kelib, oqsi havas bilan o'ynayotgan o'xyog'i esildi. O'xyoni basla, menmi o'ynayman? Ko'rib bo'lib qaytirib baslaymisan, dedi Yunusxon ko'zi qiymagan holda o'xyoni inisiga tanglab. Isanbug'axon o'xyoning kirichini uyan-buyan tortib birdan o'ynagandan keyin shaqqida bo'yniga esib oldi. O'xyoni qaytirib basla, dedi Yunusxon inisining bu qiliqidan norozi bo'lib. Yo'q, bermayman. Bu mening, o'zim o'ynayman, dedi Isanbug'axon qapoqinib turib. Yunusxon chaqqonlik bilan inisining bo'ynidagi o'xyog'i esildi. Isanbug'axonning bo'sh kelmay, o'xyoni bermaslik uchun jinining boricha tirkashdi. Bir chetda qarab turgan bek atganlari okuvkalarni faqatla ajratolmadi. Okisiga tankilanmasligiga ko'z yetgan Isanbug'axon vorrida yig'lab etdi. "Xap, xonatamga demaydigan bo'lsam", dedi inisining yig'isidan biroz bo'shab qolgan Yunusxon. Shundoq qilib, o'xya Isanbug'axonda Sadatdan Yunusxonning bo'ynida qoldi. Kechlik tomoq vaqtida ikki xonzodasining jidilidan xabar topgan Sulton Uvaysxon qarindoshlik, mehr-muhabbat, kang qo'soqlik, mardlik, vafodorlik haqida kuyib-pishib so'zlab, o'g'illariga nasihat qildi. Ondan Yunusxonning beshini silab turib, "O'zlar degan og'a, albatta inalarga yo'l qo'ymoqlari kerak. Bir o'xyoni deb inalarning ko'zini yoshganlar yaxshi bo'lmabdi. Sadoqtanning inalarga basla. Men o'zlarga uningdan chiroyliq no'chisini sovg'a qilay." Bu tangsiz hukmga Yunusxon qoyil bo'lmadi. Do'msib ta'tib qarab oldi. Kuntiran xonish bo'lsa, o'g'li Isanbug'axonning beshini silg'inicha lam-jim demidi. Tanglik qolgan Sulton Uvaysxon Yunusxonga yana buyruq qildi. "O'zlarga gap qilyapman, xonzodam. O'g'il bola degan undaq ko'z kichik qilmaydigan. Uni basla boshqa odamga emas, o'z inalariga berilar. Kechsizlar bir o'xyoning mehridan. U mening inim bo'lsa, menmi uning og'usigu?" dedi Yunusxon burnini tortib. Xonish Davlat Sulton Malika das o'rnidan turib, Yunusxonning qishig'i keldi-da, Yunusxonning bo'ynidan sadoqtanni oldi. Yunusxon onasiga qarshilik ko'rsatmadi, ammo chiroyini norozilik bilan purishtirdi. "Xon otalarga nimancha adabsizlik qildilar?" dedi Xonish Davlat Sulton Malika o'g'lini ayblab. "Darhol kechirim so'rasizlar. Cho'pchong yigit bo'lay deb qoldilar. Undaq bolalarning qilqini tashlasizlar." Yunusxon ilojisiz Sulton Uvaysxondan kechirim so'radi. "Kechirsizlar, xon ota." Shu hamon Yunusxonning ko'zidan ikki tomchi yosh sirg'ib tushdi. Xonish Davlat Sulton Malika o'g'lining ko'z yoshini ko'masga selib, sadoqtanni Isanbug'axonning bo'yniga esib qo'yib, mag'zini silab turib tasalli berdi. "Xafa bo'lmaslar, xonzodam. Bundan keyin og'ilari bilan urushmay inoq o'ssidi." Yo'qolqilarni xiyolidan o'tkazgan Yunusxon ulug' kichik tindi. "Enim Isanbug'axon azaldan menga yo'l qo'ygan, og'illik hurmatimga itoat qilgan emas. O'sha chog'lardan tortib, u mendan nima bo'lsa tortib olishga tirishadi. Yolvoribmi, yig'labmi, g'alva qilibmi oladi. Rahmatli jannat makon xonatam bilan buzrukvar xonish onammi alad damom inimga yo'l qo'yishimni topilaydi. Ularning bir haqiqatimi bo'lsa, uningga
ağılarga yol qo'ysila deganini anglab baxmaptiman. Keyin manga tegishli bo'lgan toji taxtni tortib oldi. Buni oz ko'rgandek, ona bola ikkimizni vatandan haydab chiqadi. Uning mendan tortib olgan narsalari intayin ko'p. Lekin hech qaysini qaytarib bergan emas. Mana tunji qitim xotin bolalarimni qaytarib beribdi. Buning uchun uningdan minnatdor bo'lishim kerakdir balki. Eligo o'z inimkan. Navodi yurt bir hukmdor bilan jang qilib, xotin bolalarim asirga tushib qolgan bo'lsin. Cho'qim qaytarib bergan bo'ladi. Chunki bu degan mardlik. Yo'q. Men uningdan hargiz minnatdor bo'lmayman. Elim uning ilkida menga qaytarishga tegishli narsalar oz emas. Sultan Esenboga xon olilari hargiz ishchitar, noinsof odamdek qilmaydi. Kichik og'achi Shohbegimning po'soqqida qilgan bu gapi Yunusxonga xuddi echishgan yerga tuz chashgandek ta'sir qildi. U shaqqida beshini ko'tarib Shohbegimga tikilib qaradi. O'ylanmayla erining g'ururiga tegadigan gap qilib qo'yganligini his qilgan Shohbegim raqamda qizargunicha levini tishladi. Ko'zini Yunusxonning ko'zidan qochdi. Bularni Esenboga xon ta'sirlantirib o'tgan o'xshaydi. Bu gapcha ichtar, qitg'ur, insofsiz odam men o'xshamamdimi? Rost. Ularni ayblashga nima haq? Kim meni xotin bolalarini raqibining qo'liga tashlab berib, qechib ketsin debdi? Ha. Osh chog'da kaynimga yenib, yo o'lim, yo ko'rim jang qilib ularni qutuldirmagan ekan. Bunchalik gap so'zlarga chidashim, hech nimani bilmagan qiyofatga kirib olishim kerak. Uning ustiga Shohbegim bu gaplarni qasddan demadi. Boyla bog'da bularni qutuldirib olish uchun har qanday haqoratlarga chidashga, toji taxt davosidan voz kechishga bel bog'lamaganmidi? Shundoq. Navoda Esenboga xon bularni qaytarib bermagan, yenimga avatmagan bo'lsa, g'ururimni payxon qilib oldiga borgan, yelinib yolvurgan, har qanday shartlarga ko'ngan bo'ladi. Elime shukri, yaratgan egam bu rasvochilikdan saqlab qoldi. Amsa, nemishqa Esenboga xondan minnatdor bo'lolmayman. Uning ismi chiqsa, nemishqa ichtorligim keladi. Nemishqa ko'nglim eski bo'ladi. Aslida mush qilgan yaxshiligi, mardlik uchun uningdan minnatdor bo'lishim, uni madhiyalashim kerak edi. Bu mening fazilatsizligimmi yoki insoniy komillikka yetolmaganligimmi? Jannat makon donishmand ustozim Mavlona Sharafiddin Ali Yazdi hazratlari raqibiga raqib bo'lish bahodirlik, raqibining azob sitamlarini kechirib o'tishmi o'xshashli bahodirlik. Haqiqiy aqlli inson raqibini do'stiga aylantira oladi deb ta'lim bergan emasmidi? Nemishqa inimni kechirolmayman? Nemishqa uni do'stimga, qarindishimga aylantirolmayman? Bu gapni qilmoq oson bo'lgani bilan amal qilmoq nemancha tashdi. Shohbegimning o'sal ahvolga tushib qolganligini, Yunusxonning birdinla jimib ketganligini ko'rgan Eson Davlatxinim oradagi qatmonlikni buzib tashlash uchun suhbatning temasini yutkadi. Turkistonga berib Hazratimning Sulton Abu Said Mirzoning dargohiga ketganligini angladik. Didorlarga shuncha tashna bo'lsaqmi, oy kunimiz yaqinlashib qolgan bo'lg'achqa, yo'l jafosidan qo'rqib orqalaridan berishga oldirmadik. Shu orliqda bir qism baglar Hazratimni Samarqanddan yenib kelibdi, hozir yetgan deyishdi. Keyin bu xabar rost bo'lib chiqdi. Boya Hazratim yetganki vaqtida biz Turkistonga borgan ekanmiz. Turkiston baglarimi bu xabardan ziyoda xushal bo'lishib ketdi. Shuning bilan choparman mang'uzishni qo'yib, tuyuqsiz xush qilib yetayli deb bu yoqqa jo'nadik.
İhsan Dövlət xanım şu tapda Yunusxanның şükləb qilish səbəbini to'liq tushunib tursin, hech nimani bilmagan bo'lib, kulki paydo qilish uchun qasdan chaqchaq qildi. Tuyuqsiz kelganligimizdan ancha xushal emasdek turamlar nima? Yoki yetti kent go'zallari Hazratimni o'ziga shayda qilib olgan bo'lsa, biz tarafbonli kelib orqa qistirilib elib, ko'ngil aromlarini buzib qo'ydikmi? Yunusxon chiroyiga zo'rg'a kulki yugurtdi. İkkilerden bölek meni şeyda qılalgıdek güzel tehi uçurmadı. Heliği o yetti kemtiken, yetti ıqlim güzelleri çoğulaşkan memleketki bassam mı? İkkilerden başka hiç kim yürükümni şeyda qılamaydı. Yunusxon quchqida uxlab qolgan kichik malikasi Qutlug' Nigor xonimning mangziga cho'qqida suyib qo'yib, yanada o'ltirgan cho'ng malikasi Mehr Nigor xonimning beshini silg'inicha qo'shib qo'ydi. Onu ikki farishta buning sirtida. Yana tehi qo'shqinlardagi yangi mehmonlarmi bor tehi. Men faqat bir Allohning, ondan qolsa sizlarning shaydoyinglarman. Bu gaplarni qilib etib, Yunusxonning kayfi birdanla ko'tarilib qoldi. Xijillikdan qutulgan Shohbegimmi tatliqqina kulimsiradi. Himmatlarga rahmat hazratim, dedi Shohbegim ko'ziga liqqida yosh elib. Salom bo'lsinlar, bu jahonning har qanday yeri biz uchun jannat. Oradagi so'rin kayfiyat ko'tarilib ketganlik uchunmi aytavur, ular birdanla o'zlarini ozoda sezishdi. Dasturxonga ne'matlarga ishtaha bilan qo'l uzatishdi. Yunusxon og'achilarga yetti kentning yiqishli havosini, go'zal bog'larini, sarxil mevalarini, yiqimli sayraydigan uchar qanotlarini, yavash oq ko'ngil puhralarini zo'q-sho'q bilan tunishtirdi. Hazratimga ma'lum bo'lg'ay, dedi so'rinxonaga kirgan Saroybegi qo'l bog'lab turib. Qashqarga ketgan oyg'oqchi qaytib keldi. Qashqar haqida qayta gap anglashni xohlamaganlik uchunmi yoki qizg'in suhbatga ta'sir yetkazganlik uchunmi aytavur birdanla Yunusxonning qopig'i turildi. Kelgan bo'lsa bo'pti. Endi men ul oyg'oqchining ep kelgan ma'lumotining keragi qolmadi. Yetkazsinlar, orduqin olg'ay. Lekin dedi Saroybegi tamtirab. Onunğa ağacı ayımlarının qaytib kelganligini aytdim. Ammo oliler hozir yetkazmasam bo'lmaydigan bakmi muhim bir xabar bor deydi. Qashqardan qanday xabar yetib kelgandi? Har qancha bo'lsa Eson bug'a ham bu tarafga lashkar tortib kelmagandi. Ijozat, boshlab kirsinlar, dedi Yunusxon ko'ngliga birdanla soy tashlagan gumonini yeshish uchun. Saroybegi ayol o'tmay oyg'oqchini boshlab kirdi. Xo'sh, dedi Yunusxon oyg'oqchining salomini ilib olgandan keyin so'zlashga oldirdi. Kamina navkarlari Qashqarga berib, og'chayimlarning sog'-salomat qaytarib etilganligidan xabar topgandan keyin yenishga taraddudlanib turganda Qashqarda Amir Saydali olib hazratlarining vafot bo'lib ketganligi xabari tarqaldi. Ahvolning rost yolg'onligini bilib beqish uchun Udul o'rdaldig'i chopdim. Xabar rostkan. Marhumning meyit namozini o'qib bo'libla Udul dargohlarini sig'inib yugurdim. Bu shum xabarni anglab, ikki og'achining chiroyini qayg'u hasrat chirmib oldi. Ular Qashqarda Muhammad Haydar Mirzoga asirga tushgandan keyin Saydali olib ularga katta mehmonlar qatorida hurmat bildirgan, o'z farzandlaridek kuyingan, tasalli bergan. Turkistonga Yunusxonning qishig'i omon eson yetkazib qo'yishga va'da bergan edi. Choch soqollari ko'mishdek oqargan farishta sifat bu bo'voyni ikki og'izcha o'zining otasidek ko'rib qolgan edi. Shu topda bu musibat xabari ularning yuragini par-par qilib o'tgan edi. Amin, dedi Yunusxon musulmonlarchilik yusuni bo'yicha duoga qo'l ko'tarib va qisqali bir so'rini o'qigandan keyin. Alloh egan marhumning gunohini mag'firat qilg'ay, iymonga boy qilg'ay, 8 jannatdan o'rin bergay. Allohu akbar, degunicha olqonlari bilan yuzini siypadi. Gerçi Yunusxon marhum Saydali olibning ruhiga atab duo qilgan bo'lsa-mu, nima uchundir u
vücudunu kaygı hasret emas, allaqandaq bir xuşallık duyguları çirmivağan idi. O, bu duygularını her qançılıqmı iki ağzısından yoşuranmadı. İnsan Buğaxan ahırı güçlük yölençigidin ayrılıptı da. Ah Xuda, onun əceli neymiş keçikib tosqandı. O bir neçə ay burun qaza qılğan bolsa, mən bu bunçilik vayrançılıqqa qanmaz idim. Şundaq, İhsan Buğaxan mənə hərgizmi tənkiləməkdi. Mən İhsan Buğaxanның emas, dəl aşı qeyri sərkətinin qolida yengildim. Tügüməz soruqçılıqlarga, haqaretlerge doçar boldum. Elime sana şükür etmem Rabbim. Güçlük bir rəqibdən ahır qutulubdu mən. Əmdi İhsan Buğaxanның 15'i bolsumu, mənə hərgiz tənkiləməkdi. Moğolistan səltənəti, əmdi menenki. Bəndi üçün tuğulmaqның ölmüki var. Təndiki bu ıssıq can Allah'ın amaneti. Əslində bu 6 günlük aləmnin talaş küçülüğü yok. Xudağa şükri, biz tiha hayatmız. Yettikent Hazretim üçün hər qandaq büyük təsərrüfdü mü katı təxtiqatdır. Tanrım, muşunçilik kündəgin üçün himmetinge min mərtəbə şükür qanaat qılımız. İhsan Dövlət Xanımның bu sözleri bilen Yunus Xanның tolmuş yerin qanatlanışqa başlagan xiyalları bölünüp ketdi. Hana, çoğun xanışның bu sözleri Yunus Xanның vücudida qaytadan galyan kötürüşke başlagan arzu armanlarını tel töküst bitçit qılıp etken idi. O köңlüde tuygusuz payda bolgan xiyallarını çoğun ağıtısı bilip qalgandek xicil boldu. Yüzü çimildidi. Özünü qar köңlülükte ayıpladı. Denizmu erinin to'ng'idikini bilib qolgan aqlli xonish bu so'zlar orqali Yunusxonni chandırmay ogohlantirib o'tadi. Saydali Olibning o'limidan foydalanib, Qashqarga lashkar tortish xiyolidan voz kechishga, enisi Ihson Buğaxonning ko'rsatgan mardligiga nomardlarcha javob qaytarib, xalq olam oldida badnomlik qolmaslikqa undab o'tadi. Merhum hem farasatlik hem cesaretlik adam idi. Leşkeri ilimde onundaki istidat ilgisi bu dünyada kem tepeledi. Dedi Yunus Xan xiyallarını yoşuruşqa, özünü oğaysızlıktan kutulduruşqa kirişi. Rast eydiler Hazretim, dedi Şahbegim. Merhum Seydali alıp canapları bizgi silinin nurgun faziletlerini takdagen. Siligi boğan qayıllıqını bildirgen idi. Men o cennet makalının yürükide kişiga tınğılıp olmaydigan hasret, pushaymonining borligini his qilgan edi. Merhumning yuragidagi hasrat pushaymonini men bilaman, dedi Yunus Xan hayajon bilan so'zlab. Uning eng cho'ng hasrati yigitligida tunji so'ygan mahbubining visoliga yetolmaganlik. Eng cho'ng pushaymoni jannat makon xon otam qazo qilib ketganda ordu yusunlarini qayirib qo'yib, mening o'rnimga inim İhson Buğaxonni taxtga o'ltirg'izganlik. Yunus Xan ikki xonishning lamjim demay o'ltirganini ko'rib qo'shib qo'ydi. Uning hasratini men boshqalardan anglagan. Pushaymonim bo'lsa, menga o'zi maktub yo'llab bildirgan edi. Xonish İhson Dövlət Xanım xeyli qattiq arsaldachilikdan keyin qiynalgan holda ig'iz ochdi. Ranjislimi, ayibga buyurishimi ta'viray Hazratim. Әмді Moğoliston saltanatini ilkilariga elish orzularidan voz kechsizlar. Yuragi qattiq selib ketgan İhson Dövlət Xanım gapnidak bo'lib yerga qarab oldi. Shu topda uning vujudi Yunus Xonning g'azab qilishidan ansirab muzlab ketgan edi. Yunus Xon bir daqiqa sukutdan keyin xirildab kulib etdi. Moğoliston taxtigohidan hargiz voz kechmayman. Ammo xotirjam bo'lsizlar. Saydali Olib Hazretlerini ölüp doğu depla Moğolistan'a lashkar tutmayman. Bunda qilsam inim İhson Buğaxonning qilgan mardligiga nomardlik bilan javob qaytargan bo'lib qolaman. Shundaqla Saydali Olib Hazretlerining ikkilarini yanımga avatib berish uchun ko'rsatgan tirishchanliklariga yuz kelanmayman. Bandining taxt
taqdiri yegona qudrat egisi bo'lgan Allohning ilkidi. Banda taqdirga putilganini ko'rmaslikka iloji yo'q. Hamma ishni Allohning ilkiga qo'ydi. Kim biladi? Kunlarning birida ul qudrat va shafoat egisining mo'jizasi bilan Mo'g'ulistonliklar oldimga taxt saltanatni qo'limga ilishimni iltimos qilib kelamdi tex. Ilohim etqanlari kelgay. Hazratimning bag'ri mardlikning, mehr shafqatning xazinasidir. Dedi Shohbegim mamnunlik bilan beshini egib. Qaranglar, mono farishtalarning jahonning g'avg'osidan bexabar uxlab ketganini. Ma'mum shunda xotirjamlik qaytini isib bo'larmi ha? Yunus ham shundaq degenicha qisqa qo'yib olgan yorishimliq soqolini quchqida uxlab yotgan kichik malikasi Qutlug' Nigor xonimning mag'ziga surkashga boshladi. Erining bu soddiqligidan ta'sirlangan ikki xonish bir-biriga ma'nalik qarg'inicha viliqlab kulib etishdi. Hurmatli o'quvchilar, bu qitim kitobni o'shaga o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglag'anlarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.